Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 2. bab. Winston ishikning tutquchini tutqandila, xotirning ustalda ochiq qolganligi esiga keldi. G'o'jakini yo'qtayli degan xat qog'ozning hamma yerini liq olgan edi. Xat nihoyat cho'ng yozilg'achqa, uyning ichiga kirgan odam uni gap yo'q ko'may qolmaydi. Winston odam ishongusiz bir xatolik sodir qilgan edi. Qog'ozdagi siyoh texi qurmag'achqa, u qattiq sarosimaga tushgan bo'lsa-mu, yanala xotirini yopmaslikni to'g'ri topdi. U cho'nqur bir nafas elib eshikni ochdi. Qarabla, uning butun badaniga ichidan bir yengillik taraldi. Eshik oldida rangi ro'yining o'ngi yo'q, qo'riq bosgan chiroyidan qo'yg'i chiqib turadigan chochlari shalang bir ayol turadi. Yo'ldosh, dedi u bir xil ig'ir, ingirgandek ovozda. Sizning kelganingizni anglagandek qilgan edim. Bizning uyning oshxonasining desiga qarab baqalasizmi? To'silib qoptikan. U mushu qavatdagi qo'shnisining ayoli Parsonus xonim edi. Partiya xonim degan so'zni ishlatishni ancha to'g'ri topmaydi. Yo'ldosh deganni ishiltish lozim edi. Biroq ayollarni chaqirganda xonim degan so'z og'zingizdan tabiiy chiqib ketadi. Garchi u 30 yoshlar chamisida bo'lsa-mu, ammo chiroydagi orziga kir to'shib ketganda ko'rinadigan qo'riqlar uni kishiga xeyli qiyri ko'rsatdi. Winston ayolga ergashdi. Bundoq odamni ralli qiladigan remont ishlari kunda degudek chiqib turadi. 1930-yillar atrofida silingan Zafar binosi koni turalg'i bo'lib, o'rilib ketay deb qolgan edi. Tam to'rislarning gaj suvoqlari ajrab so'yilib turadi. Har qitim qattiqroq qiro tushsa, turbalar yerilib ketadi. Qor yog'sa, to'risdan suv tomchilaydi. Isitish sistemasi odatda yerim ichiladi. Iqtisodchilik harakatlarida bo'lsa, to'liq etib etiladi. Bundaq remont ishlarini o'zingiz qilmasangiz, darizaga aynak almashtirishdek ishlarni yuqori o'rindagi ma'lum komitetlarning tasdiqlashiga 2 yil ketadi. Tom uyda yo'q bo'lg'ashqa, sizni malol topdim. Sizni malol qildim, dedi Parsonus xonim past ovozda. Parsonuslarning uyi Winstonninkidan cho'ngroq, ammo boshqacha mehnat edi. Uyni hozirla g'oyat yo'g'on maxluqdan biri dassab, chaylab chiqib ketgandek. Uydagi hamma narsa o'rib so'qilgandek maymoq, bukib ko'rinadi. Uydagi hamma narsa urib so'qilgandek maymoq, bukib ko'rinadi. Hockey to'pi, koltiki, boks padiyi, yili yo'q futbol va ta'tir o'rib tashlab qo'yilgan mehnat kusar degandek tantarbiya lozimatliklari polning hamma yerida chechilib yotadi. Ustalda bir dasta yo'qsiz taxsa va burjaklari turilib ketgan bir mashq daftari turadi. Tamg'a yoshlar uyushmasi va ishbiyonlarning qizil viveskalari, shundaqla g'o'jakining yo'g'on rasmi chaplangan edi. Qayintilgan kapustaning purqinig'i binodagi doimliq puroq deyishga bo'ladi. Shundaqdimi bu yerdagi tarning hidi uni besib ketdi. Bu tar hidining hozirning o'zida bu yerda yo'q bir odamniki ekanligiga ishonish bakla qiyin edi. Yandagi uyda biraylan bir qo'lida targ'oq, yana bir qo'lida bir parcha tozliq qog'ozni tutib olib, ekrandan texnik kelayotgan harbiychi muzikaga tankash qilyotdi. Bolalar, dedi Parson xonim u ishga qarab qo'yib. Ular bugun bir kun sirtqa chiqmagandi, shunga albatta. Bu ayolning gap qilsa, jumlaning o'ttirsida to'xtab qoladigan odati bor edi. Oshxonning disi kapustadanmi sisiq, yeshil rangga kirib qolgan mehnat bilan to'shib qolgan edi. Winston zo'ngzuyib suv chiqarish turbasining jayniga qaradi. U qo'lini ishiltishga, do'ng'iyishga o'shidi. Bundaqda yutili o'ng'ayli qo'zg'alib ketadi. Parson xonim uning amalsiz qiyofatda qarab turadi. Albatta,
Tom öyde bolğan bolsa, bir damdala oňuşup etdi, dedi o. O bundaq işlarni qilishga amroq, uning qo'llari to'limi apchil haqiqatan. Parsonus Winstonning haqiqat ministrligidagi xizmatdoshi. U o'zi semiz, intayin aktiv. Ammo kallasi bekla oddiy. Butun vujudi ajoyib hamoqatlarcha qizg'inlikqa to'shqan odam edi. Partiya muqimliqda ideya soqchilaridanmi bakrak mushundaq odamlarga to'ynatdi. U 35 yoshga kirganda ondan yoshlar uyushmasidan chiqarib etilgan. Bu odam yoshlar uyushmasiga kirishdan burun ishbiyonlar organida belgilangan muddatdan bir yilcha o'shiq turib olgan edi. U hozir haqiqat ministrligida ancha qo'lga ketmaydigan, darajasi tuvarak bir xizmatni qiladi. Undan boshqa u tantarbiya komiteti va boshqa ixtiyoriy namoyish, iqtisodchilik hareketi ve başka pidai hareketlardaki başlamcı şahs idi. O tamakısının isini puqratqaş, adamga tolumu salmaq ve mağrur tuyğuda özünün ötken 4 yılda her günü keşte mahalle merkezde ötküzüldüğün yığılıştan qanmağanlıqını eytatdı. Parsonus'un adam çıdığısız, sesiq tər pırqı, onun coşqun hayati gücünün məqsədsiz, ansız ispatı sübtide o qayaga basa onunğa əgişib baratdı. Hatta o ketgenden keyin mi şu yerde qalatdı. Kuluş barmı? Dedi Winston qo'lida jaynaktiki bolti bilan haplashgach. Kuluş? Parsonus xonimning uni tuyuqsiz pastlab ketdi. Bilmaydiganman. Rost, balkim balla, dedi Parsonus xonim. Ötüklərinin taraqşıған, tağaqlarının bir nimələrə urulğan avaz bilən tən balalar yataq hücrəsiga bösüb digidək kirib gəldi. Parsonus xanım kuluşunu elib gəldi. Winston suni iqtivatdi. Və turbu yolunu tosvağan bir çangal çaşını köңlü ilişib durub elibətdi. O turbidagi soğuq suda qo'lidagi meynatlarni amalının biricha yuyib chiqadi va yana bir uyga qaytib chiqdi. Qo'lini ko'tar! Yovaylarcha vaqirgan bir ovoz anglandi. Umoq, ammo zarxanda chiroy bir bola ustalning keynidan sakrab chiqdi va qo'lidagi o'yinchoq avtomatni Winstonga chinlab chiltishga boshladi. Onun yanındaki 2 yaşlar çağımızdaki sanlısı mı qo'lidagi yağaç partisi bilan oksini do'rashga boshladi. İkkinchisi ko'k rangli ko'zlar, kul rang mayka kiyib olgan va ishbiyonlarning belgisi hisoblanadigan qizil rangli galstuk taqib olgan edi. Winston qo'lini ko'tardi, ammo ichi intayin ochiq bo'ldi. Balaning ifodasi, harakati to'limi zaharxanda bo'lib, hech o'yinga o'xshamaydi. Sen xonim, vaqirdi bala. Sen ideya jinoyatchisi. Sen Yevro Asiyaning jasusi. Seni itib etaman. Parga aylantirib etaman. Tuz qonlariga polib etaman. To'satdan 2 bala Winstonni aylanib xoin, ideya jinoyatchisi deb to'lishib sakrashga boshladi. Qizchaq oksining hamma harakatini do'rab ma'atdi. Bu ish xuddi cho'ng bo'lganda baribir odamxo'rlarga aylanib ketadigan yo'lbos kuchki bilan o'ynashgandek. Odamni astola shurkandiratdi. Balaning ko'zida bir xil yovuzlik, Winstonni hozirla urib tepishga bo'lgan tashnalik. Shundaqla cho'ng bo'lgandimi, shundaq qildigandek alomatlar chiqib turadi. Qo'lidagisi har nim bo'lsa, rost avtomat emaskan, deb o'yladi Winston. Parsonus xonimning ko'zi Winstondan ballaq yo'tkaldi va darholla yana Winstonga qaytdi. Winston hujra uyining yo'riqida u ayolning yuzidagi qo'riqlarning haqiqatan qasmoq bilan to'shib ketganligini ko'rdi. Ola doim mushundaq chuqan so'ran saladi, dedi u. Bularning
darg'a esish jazosini ko'gilib boranmaganligiga ko'ngli yerim rostli shundoq bak aldirash bo'lib qilib aparamay qoldim. Tommo xizmatdan vaqtida kelmaydi. Biz nimishqa darg'a esish jazosini ko'gilib bormaymiz? deb to'ldi bola chinqilib. Darg'a asqanni ko'gilib boramiz. deb to'ldi tegicha Venustonni chuglayotgan qizchaqmi. Bugun kesh bir qancha Yevro Osiyo jinoyatchisining bog'chida darg'a esilganligi Venustonning esiga endi keldi. Odatda bundaq ish birer oyda birer qitim bo'lib turadi. Hamda nurg'un odam ko'gili keladi. Bolalar doim boramiz deb qag'ishliq qiladi. Venuston Parsunus xonim bilan xo'shlashib, uy tarafga qarab mangdi. U koridorda hamda 6 qadam og'an bo'g'itdi. Gadiniga qattiq bir narsa tekkandek, o'tdek qiziqsim uning bir yeriga sonchilib kirib ketgandek sezim paydo bo'ldi. U o'rlib qaradi. Parsunus xonim bolasini uyga tortib atadi. Bola bo'lsa, qo'lidagi o'yinchoq ragatkini yonchiqqa selib atadi. Goldstein! deb qattiq vaqirdi bola ishki bilayotganda, ammo Venustonni eng qattiq cho'chitgani ayolning kulrang yuzidagi bechoralarcha qo'rqinish edi. U uydagi ekranning oldidan ittik o'tib, boyamqi ustalning oldida o'tirdi. U texicha gadinni silab turadi. Ekrandagi muzikami to'xtagan edi. Hozir harbiychi puroq keladigan bir ovoz, nihoyat ochiq talaffuz va yovuzlarcha tantana kayfiyatida Amdila Islandiya bilan Faroe orollari orasida to'xtagan laylami istehkomdagi yangi qurollarni tasvirlab, bir nimalarni o'qiyotdi. Bu bechor ayol buningdan keyin bu bolalar bilan kunini cho'qim andisha va vahim ichida o'tkazdi ekan, deb o'yladi Venuston. Yana bir yoki 2 yildan keyin bu bolalar onasidagi osiy ideyalarning alomatlarini kech-kunduz kuzatadigan bo'ladi. Hozirgi bolalarning hammasi degudek shundoq qo'rqinchli edi. Hammadan chattig'i shundoq ishpionlar degandek tashkilotlar bolalarni noit sistemida usulda boshqarug'li bo'lmaydigan kichik yovuzlarga aylantirib etadi. Ularning eni vujudida partiyaning amri farmonlariga bo'lgan qilchilik guman, qarshilik bo'lmaydi. Dal aksicha partiyani va partiyaga munosabatlik har qanday narsani ajoyib ulug'laydi. Naqsha marshqa dassash, bayroq lapildatish, o'yinchoq miltiqlarni o'ynash, shuar to'lash, g'o'ja akaga cho'qinish qatorliq bolalarning doimliq muqaddas o'yinlari edi. Bolalarning vujudidagi yovuzlik tashqi dunyoga, davlatning dushmanlariga, xoin, og'dirmichi, ideya jinoyatchilariga qarshi portlab chiqadi. 30 dan oshgan kishilarning o'z bolalaridan qo'rqib, ansirab yurishi tamamen normal ish edi. Times gazetining har haftadagi birer sonida cho'qim mushundoq bola quloqlarning odatda bola qahramonlar deb ataladi. Ota-onasining partiyaga bo'lgan noroziligi va behurmatligi ifodalanadigan gap so'zlarini anglab qilib, ularni ideya soqchilariga pash qilganligiga o'xshash xabarlarning besilib turishi texmo odatdagi ish edi. Ragatkining o'qining og'riqi amdilatdan pasaydi. U qalamni qo'lga oldi. Ammo ko'ngli bir yerda emas edi. Nima yezishni o'ylab birdam o'tirdi. To'satdan uning kallasiga yana O'Brien keldi. Bir qancha yillar ilgari. Qanchalik bo'lg'aydi? Cho'qim 7 yil ilgari. U bir tush ko'rgan edi. Tushida u bir qorong'u uydan o'tib o'tadi. Uning yanında o'tirgan bir odam uningga "Biz qorong'ulik yo'q bir yerda uchrashimiz" dedi. Bu gap buyruq talaffuzda emas, to'limi siliq, hech ish bo'lmagandek, faqat bir bayon talaffuzda deyildi. U to'xtamay o'tib ketdi. Ammo hayron qolarligi shuki, tushidagi bu gaplar uningga u chaqda bak ta'sir qilib ketmagan edi. Faqat keyin vaqt o'tgan sari bu so'zlarning uningga bo'lgan ta'siri kuchayib ketdi. Venuston hozir bu tushni O'Brienni tunji qatim ko'rishdan burun yoki keyin ko'rganligini eslayolmaydi.
Şundaqla O'Brienning ovozini qachonlarda farq etganligini eslayolmaydi. Ammo bu ovozning Winstonning engida ma'lum darajada izi qolganligi aniq edi. Qorong'uda uningga gap qilgan bu ovoz dal O'Brienning ovozi edi. Winston azaldan şumu yoki emasmi deganga aniq bir nima deyolmaydi. Hatto bugun aytganki ko'zlar uchrashishidanmi Winstonning O'Brienning do'st yoki dushmanligiga aniq hukm qila olishi mumkin emas edi. Amaliyotda uningga aniq hukm qilishmi unchavala muhim emasdek edi. Ikkilarning orasida bir tushunish rishtasining borligi o'zaro do'stlik yoki partiyadoshlik munosabatidanmi muhim edi. Partiyadoshlik munosabatidanmi muhim edi. Biz zulmat yo'q yerda uchrashimiz degan edi u. Winston bu gapning ma'nosini bilmaydi. Faqatla bu ishning qandoqla bo'lmasin, hamini yuz berganligini biladi. Ekrandan kelayotgan ovoz to'xtadi. Ochiq va yaqimli qonay ovozi uy ichini qopladi. Quloqqa sanchildigan ovoz. Diqqat! Diqqat! Malabar urush oldingi sepidan chaqmoq xabar keldi. Armiyamiz Janubiy Hindistondagi urushda ulug' g'alabani qo'lga keltiribdi. Men shundaq deb jakolashqa ruxsat qilindimki, bizning bu g'alabimiz urushni oldimizdagi sanoqli muddat ichida oxirlashtirdi. Chaqmoq xabarlar deb xabar qildi. Shum xabarkan deb o'yladi Winston. Keskin aytishga bo'ladiki, endi Yevro Osiyo armiyasidan qandoq usulda qisos ilindiganligining tasvirlari, sonsiz odamlarning o'ldirilganligi va asirga ilinganligi haqidagi xabarlar tarqaladi. Uningga ergishibla kelar haftadan boshlab kishi beshiga tarqatilgan shokolad 30 grammdan 20 grammga kemayapti. Winston yana bir kekirdi. Haraqning ta'siri ketayotgan edi. İçi bo'shab qolgandek bo'ldi. Ekrandan g'alabini tabriklash uchunmi yoki mahrum qilingan shokoladni unuttirish uchunmi tang Okeaniya sen uchun degan simfoniya yangrashga boshladi. Bundaq chaqda siz o'rningizdan turishingiz kerak edi. Ammo hozirgi o'rnida uni ekran ko'rolmaydi. Okeaniya sen uchun simfoniyasining o'rniga yengil bir muzika almashdi. Winston darizning yeniga keldi. Ekran uning keyinda edi. Havo yanada sovuq va ochiq edi. Yiroq bir yerda bir raketa bomba kuchlik ovozda portladi. Hozir Londonda har haftada mushundoq bombadan 20-30 tashlanadi. Ko'chada shamol heliqi yirtiq plakatni texcha uyoq bu yoqqa uchirib yuradi. Ustidagi insok degan xat goh-gohida ko'rinib qoladi. Insokning muqaddas prinsiplari: yangi til, qo'sh tafakkur, o'tmishning o'zgarishchanligi. Winston o'zini dengiz tagidagi bir o'rmonliqda yurayotgandek g'alita maxluqlar dunyosida ezqib qolgandek his qildi. Bu yerda uning o'zimi bir g'alita maxluq edi. U tanha, o'tmish o'lgan edi. Kelgusini tasavvur qilib bo'lmaydi. Yana boshqa bir odam bolasining uning bilan bir safda ekanligiga u qandoqmi ishonch qila olsin? Partiyaning bu hukmronligining mangu davomlashmaydiganligini u qandoqmi bila olsin? Go'yo javob sifatida haqiqat ministerligi binosiga yozilgan partiyaning 3 shuari uning ko'ziga tashlandi. Urush tinchlikdir. Hurlik qulluqdir. Nodonlik qudratdir. U yanchug'idan 25 tiyinlik tangidan birini oldi. Uning bir yuziga mushu shuar ushshaq harflar bilan o'yilgan. Yana bir yuziga g'o'jotining bosh surati tushirilgan edi. U ko'zlar hatto tangidimi sizga ergashib yuradi. Tangida pochta markasida, kitob muqovlarida, bayroqcha, plakatlarda, tamaki qoplarida hamma yerda uning simosi ilangib turadi. Uning ko'zi sizdan hech qachon ayrilmaydi. Ovozi doim sizni qo'rshab turadi. Uyquda, uyg'oqda, xizmatda,
tamoqda, uyning ichida, sirtida, munchida yoki karvatda. Uning nazaridan qochib qutulg'ili bo'ladigan bo'shliq mavjud emas edi. Bosh so'nkingizning ichidagi bir qancha santimetr yerdan boshqa hech nima sizga ta'alluq emas edi. Quyosh qaraydi. Haqiqat ministerligining minglagan darizlari xuddi potayning o'q otadigan tuşkilardek qo'rqinchli siyaqqa kirdi. Bu g'oyat zo'r piramidaning oldida uning yuragini vahima qopladi. U bakla bahayvat edi. Uni bombardimon qilibmi vayron qilib bo'lmaydi. Minglarcha raketa bombami uni yiqitolmaydi. U turibla bu xotirani zodi kimlar uchun yozayotganligini o'yladi. Bu kelgusi uchunmi? O'tmish uchunmi? Tasavvur qilib bo'ladigan ma'lum avlod uchun bo'lishimi mumkin edi. Uning oldida o'lim emas, yıldızdan quritib etilish xavfi turadi. Uning xotirasi kulga, o'zi parga aylanib ketishi mumkin edi. Xotirni faqat ideya soqchilari ko'ydirib etish va astin yo'q qilib etishdan burun o'qishi mumkin. O'zingdan qilchilik bir iz, yozganlaringdan biror harfmi qolmaydigan ahvolda kelgusini yana qandoq umid kutish mumkin? Ekran 14 ni ko'rsatdi. O cho'qim 10 minut ichida uydan chiqishi 14:30da ishga berib bo'lishi kerak. Soatning jiringlashi uningga bir yangi qalb ata qilgandek kayfiyati yengilib ketdi. U hech kim mangu anglamaydigan bir haqiqatni so'zlab berayotgan tanho arvoh edi. Ish qilib u so'zlab tursa, hech bo'lmasa bir izchillik üzülüp qolmaydi. Bu izchillik o'zini anglatish bilan emas, balki inson tabiatida mavjud bir uyg'oqlikni saqlash bilan ondan davomlashadi. U ustalga qaytib keldi va qalamni qo'liga olib yozishga boshladi. Kelgusi yoki o'tmish uchun ideya erkin bo'lgan, odamlar bir-biridan farqlanadigan, tanho yashamaydigan bir zamon uchun. Shundaqla haqiqat mavjud bo'lgan, qilingan ishlar yo'qotilmaydigan zaman uchun. Hamma birdaklashtirilgan bir davrdan, tanholik davridan, g'o'jakining davridan, qo'sh tafakkur davridan salomlar bo'lsin. U o'yladi. U allburun o'lgan edi. O o'y xiyollarini endi ratlayaligidek bo'lgandila, ondan o'zining oxiri bir qat'iy qadam tashlaganligini his qilgandek qiladi. Her bir hareketinin oqibati shu hareketning o'zida edi. U mundaq yozdi. İdeya jinoyati o'limga elib bormaydi. İdeya jinoyatining o'zi o'limdir. U o'zini allburun o'lgan deb qarsimi, yanala amal bor hayot turishning muhimligini his qildi. Uning ikki barmog'iga siyoh yo'qib qolgan edi. Dal mushuning ushshaq detallar, uni oshkorlab qo'yishi mumkin edi. Bu ministerlikdeki bazı obşarkidagi holchilar, balkim ayollar, bo'libmi heliqi qumseriq chashliq, vijik xotindak yoki heliqi roman boshqarmasidagi qora chashliq qizdakning ko'zdan qichib qutlanmaydi. Nemishqa u tushlik tomoq vaqtida xat yozadi? Nemishqa ko'ni pasondagi qalam ishiltidi? Nimalarni yozgandi? Ular ondan bu ishni munosabatlik tarmoqlarga ma'lum qiladi. U suvxonaga kirdi va qo'l terisini qum qog'ozdek etishtirib etadigan yirik qo'ng'ir rang so'pinda uvlab yurdi. Hozir bu qattiq so'pin uning barmog'idagi siyoh yo'qindilarini chiqarib etishga toza bop keldi. U xotirini tortmaga selib qo'ydi. Uni tiqib qo'yishni o'ylashning foydasi yo'q edi. U faqat xotirining bog'liqining bayqilib qolgan qolmaganligini jazmlashtirib olsa bo'ladi. Xotirning ustiga bir tal chochni qo'yib qo'ysa, u chiqilib ilinib qoladi. U barmoqlarining uchida bir chimdim oqush to'zon oldi va uni kitobning bir burchiga to'kib qo'ydi. Kitob midirlisla u to'kilib ketadi.